Bugun sizlar bilan juda muhim bir masala haqida gaplashmoqchiman. Chiqindi masalasida. Chiqindini tashab ketishadi, lekin bu shirkatga kelib tozalashi yoki chiqindini toshiydiganlarda ishi emas bu. Bizlar mahallada chiqindi haqida biriktirilgan joy bor. Chiqindini to'kish joyi bor. Shunda shu muhim bo'yicha tarbiyaviy soat o'tkazmoqchiman chiqindi masalasida. Buni endi menda shirkat kelib mana olish shart emas-da buni. Lekin shu shirkat, mahallaning shirkati kelib tozalab olishadi. Buni maxsus joyga olib borib to'kishadi. Chiqindini berayotgan payti o'g'lim olib borib chiqindini maxsus belgilangan joyga olib borib to'kishlarini. Chiqindi maydoni belgilangan joyimiz bor. Mana Biotex Ekoni belgilangan joyi bor. Mahallamiz ichida joylashgan, lekin shu joyimiz toza. Hamma chiqindi mahallaning ichida. Lekin shergacha olib kelib to'kishga erinishadi. Nima uchun? Chunki farzandlariga berib yuborishadi. Farzandlari esa olib borib latokka yo podyezddan chiqqanda shuni ko'chaga tashab yuboradi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, har zamonda farzandlarimizga kichkina bo'lsa ham tarbiyaviy darslar o'taylik. Chiqindini ko'chaga tashlash emas, maxsus chiqindi qutilariga olib borib tashlashni o'rgataylik. Bola gapni emas, amalni ko'rib o'rganadi. Agar ota-ona o'zi chiqindini joyiga tashlasa, farzandi ham shuni qiladi. Bugun bergan tarbiyamiz ertangi toza mahalla, toza ko'cha, sog'lom muhit va tarbiyali avlod barchamizning umumiy mas'uliyatimiz.